Husanovlar xonadonida quvonch. City himoyachisi o'g'il farzandli bo'ldi. O'zbek futbolining xorijdagi eng yorqin vakillaridan biri. Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz berdi. Yevropa yashil maydonlarida o'z mahoratini namoyish etib, millionlab muxlislar mehrini qozonib kelayotgan Abduqodir Husanov ota degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Iqtidorli himoyachining oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda Abduqodirning o'z jamoasi Manchester City libosida yangi tug'ilgan chaqaloqni mehr bilan bag'riga bosib turgani aks etgan. Muxlislar va mutaxassislarning fikricha, ushbu quvonchli voqea futbolchi uchun yangi kuch-quvvat manbai bo'ladi va uning maydondagi shijoatini yanada oshiradi. Futbolchi ayni damda yuqori ruhiy ko'tarinkilikda. Farzand dunyoga kelishi sportchilar uchun qo'shimcha ruhiy dastak va mas'uliyat hisoblanadi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari va Manchester City fanatlari ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodirni ushbu ulug' ne'mat bilan qizg'in va muborakbod etmoqdalar. Ko'pchilik yangi dunyoga kelgan chaqaloqqa otasi kabi kuchli, irodali va yurt sha'nini dunyoga tanitadigan inson bo'lib yetishishini tilamoqda. Kanalimiz va ko'p sonli futbol ishqibozlari nomidan Abduqodir Husanovni yangi merosxo'r bilan tabriklaymiz. Chaqaloqning qadami qutlug' kelsin. Ota-onasiga rahmat keltiradigan solih farzand bo'lib voyaga yetsin.